Prezidentimizning 2025-yil 3-yanvar kuni e'lon qilingan 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori aynan mahalla tizimiga mas'ul bo'lgan barcha davlat organlarini yagona maqsad yo'lida birlashtirdi. Viloyatimizda ham ushbu qaror ijrosi doirasida tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan va bu ishlar viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan doimiy monitoring qilib borilyapti. Bugun viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Farg'ona shahri hududidagi mahallalarda bo'lib, amalga oshirilayotgan ishlarni manzilli ravishda o'rgandi. Jumladan, Ma'rifat mahallasidagi o'rganishlar davomida 7 lik a'zolari hamda aholi bilan suhbat olib borilib, davlatimiz rahbarining mahallalar osoyishtaligini ko'zlab chiqargan qarori mazmun mohiyati tushuntirildi. Shu hududda bunyod etilayotgan huquq-tartibot maskanining qurilish jarayonlari bilan yaqindan tanishib, ishni tez va sifatli bajarish bo'yicha mutasaddi rahbarlarga vazifalar yuklatildi. O'rganishlar Mirzo Ulug'bek mahallasida davom etdi. Boshqarma boshlig'i mahalla yetiligi faoliyatini chuqur tahlil qildi. Hududlarni raqamlashtirish, aholini ish bilan ta'minlash, yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish kabi muhim masalalar yuzasidan zarur tavsiyalar berildi. Alisher Navoiy hamda Beshbola mahallalari ham shaharning eng gavjum va og'ir hududi sanaladi. Azizbek Ikramov ushbu mahallalar faollari bilan muloqotlarda jinoyatchilikni jilovlashda e'tibor qaratish zarur bo'lgan ustuvor jihatlarga to'xtaldi. Aholi orasida ahillik va totuvlikni mustahkamlash, Navro'z bayramini yuqori ko'tarinkilikda kutib olish, tinch va osoyishta nishonlash, bunda milliy qadriyatlarimizga alohida e'tibor qaratish kerakligi haqida so'z yuritildi. Bu kabi o'rganishlar barcha darajadagi rahbarlarni xalq bilan yanada yaqinlashtirib, fuqarolarning bugungi kundan roziligini ta'minlashga va mahallalarni chinakam qadriyatlar qo'rg'oniga aylantirishga xizmat qiladi.